Insult kasalligi mana shu oxirgi 5 yil, 10 yilgacha bo'lgan davrda ko'pchiligimiz tushunardi. Insult bo'ldi degani uje invalid bo'lib qoldi, nogiron bo'lib qoldi deb tushunardi. Yo'q, hozirgi paytda Yevropa metodlari kirib kelib, reabilitatsiya bizda keng rivojlangan sari insult kasalligidan даже asoratlasiz tuzalishyapti. Даже o'zimizda ko'plab patsientlar bor, unaqa asoratsiz yaxshi bo'lib ketishgan. Endi asorat qolgan taqdirda ham biz insult patsientdan nima kutamiz? Хотя бы yotgan joyida o'zi turib, o'zi yota oladigan bo'lishni, osh-ovqatini, hojatini o'zi chiqara oladigan bo'lishi biz uchun eng katta yutuq bo'ladi. Imkon boricha harakat qilamiz, hech qanaqa asoratlarsiz insult kasalligidan chiqib ketishlik. O'zi insult kasalligida eng birinchi o'chirda to'g'ri metodlarga asoslangan reabilitatsiya birinchi o'rinda bo'ladi. Parallelniy nevropatolog bilan birgalikda ishlanadigan bo'lsa, rezultatlarimiz juda ham zo'r bo'lyapti. Ayniqsa imенно xossatan bemorlarga programma tuzib ishlashimiz bizani ko'p patsientlarimizga yoqadi. Sababi imенно muammosi bor joy bilan ishlaymiz. Misol uchun insultni parajeni bir taraf oladigan bo'lsa, o'ng qo'l, chap qo'l. O'ng qo'l, chap qo'l o'zi bilan ishlab asosan shuni harakatga kirgizib berishimiz, misol uchun nutqida, yutinishida muammolar bo'ladigan bo'lsa, logoped mutaxassisimiz ishlashida, tonuslari bo'ladigan bo'lsa, igloterapiya kerak bo'ladigan bo'lsa, hijoma zulum muolajalarini qilishimiz. Dar shunaqa patsientlarimiz bo'lishyapti, harakatda slabiy bo'lgani uchunchi qo'rquv ham kuchli bo'lyapti-da, transformer apparatlarimizdan ishlatyapmiz. Har taraflama patsientlarni biz oyoqqa turg'izishga harakat qilyapmiz. Shuning uchun ham reabilitatsiyani уже borgan sari rivojlanyapti. Biz ham o'zimizdan ustimizda ishlashda davom etyapmiz. Voqli boshlangan reabilitatsiyada imkon boricha asoratlarsiz qolish ehtimoli ko'proq bo'ladi. O'shaning uchun hozirgi paytda xalqimizga ma'lumot tarzida ko'p aytamiz. Imkon boricha reabilitatsiyani voqliroq boshlash kerak. Ba'zi bir doktorlarimiz aytib qo'yishyapti 3 oy, 6 oydan keyin reabilitatsiyani boshlaylar deb. Ochig'ini aytaman, men ularning gapiga qarshi emas. Sababi misol uchun bir ikkita doktor gapirib turganda bu yoqda keyinroq boshlash kerak edi. Bu yoqda jahon nevrologlar, даже o'zimizda qancha katta reabilitolog, nevropatologlar sразу reanimatsiyadan boshlash kerak deb turganda bir nechta sanoqli nevropatologga gapi olinmaydi. Bu yerda o'zi foyda zararga chaqqanda ham shunaqa bo'ladi. Aslida jahon nevrologlari aytayaptiki, o'sha reanimatsiyadan reabilitatsiyani boshlash kerak. Qanaqa bo'ladi behush yotgan odamni reanimatsiyada reabilitatsiyasi desak, yotgan holatida behush, даже zondlarda yotmaydimi? Qo'l oyog'i bo'g'imlari harakat qildirib turiladi, tonus bo'lib qotib qolmasligi uchun. U o'ziga kelgandan keyin reabilitatsiya sekin-sekinlik bilan aktivlashtirishga bizga ham oson bo'ladi, reabilitologga, bemorga ham oson bo'ladi. Qo'l oyoq qotib qolib, ko'targanda og'rib, harakatlantirganda og'riq kamroq bo'ladi. Shuni hisobiga ham qayta sog'lom turmush tarziga qaytishligi juda ham reabilitatsiya vaqtli boshlansa tez bo'lib ketadi. Asoratlar qolmasligi ehtimoli ko'p bo'ladi. Bizning reabilitatsiya markazimizni afzal taraflarini yana shu orada aytib o'tmoqchiman. Nima sababdan bizani ko'pchilik tanlashyapti? Sababi biz bemorlar bilan individualniy o'z holatidan kelib chiqib programma tuzish asosida ishlaymiz. Misol uchun hamma mutaxassislarimiz отдельный, igloterapevt отдельный, reabilitolog mutaxassislarimiz отдельный, logoped отдельный, yana boshqa trenajyorlarni ishlatadigan mutaxassislarimiz отдельный. Har bittasida o'zini mutaxassisi borganligi ularga afzal kelyapti. Aynan muammosi bor joyi bilan ishlaymiz. Borib olib prosta massaj qilib silab ketish o'zi emas, aynan muammoli joyi bilan ishlaganimiz uchun ham rezultatlarimiz tezroq bo'lyapti. Yana bizani tanlashligini sababi bizda rejim bor. Hamma narsa tartib bilan joylashtirilgan. Har bir bemorga o'ziga shaxsiy kundalik tutiladi. Har kungi muolajasi yozib boriladi. Bemor taraflama, bizning taraflama u qo'l qo'yib tasdiqlab boriladi. Har doim u kontrol nazoratda bo'ladi. Shu taraflari ham bemorlarimizga ko'piga ma'qul kelyapti. Tuzalish o'zi eng asosan bizani ishimizni gapiradigan narsa rezultatlarimizda. Rezultatlarimiz ko'pligidan ham уже shubhalanmasdan уже bizani tanlashyapti bemorlarimiz. Yana yaxshi taraflarining eng asosiysining bittasi Toshkent shahri ichida uylariga borib hamma reabilitatsiya muolajalarini qilib berishligimiz. To'g'ri, reabilitatsion klinikalar yaxshi, lekin unda doimiy reabilitatsiya olishga hammaning ham imkoni yetmaydi. 10 kun, 15 kun bilan cheklanib o'sha chiqishga to'g'ri keladi. Chiqqandan keyin darsni davom ettirish kerak. O'zi reabilitolog mutaxassislar ham aytib uyga borganda mashqlarni davom ettiring deb. Katta ehtimol bilan oila a'zolariga ko'nmaydi bu masalada. O'shaning uchun ham biz uylarida shu reabilitatsiyalarni davom ettirib beramiz. Bizda pulli bir narsalar hisoblanmaydi. O'sha boshdan bir oylik dogovor qilamiz, shu asosda ish olib boriladi. Chunki reabilitatsiya hamma biladi, o'sha uzoqroq vaqt davom etadigan muolaja hisoblanadi. Agar sizda va yaqinlaringizda insultdan keyingi reabilitatsiyaga ehtiyojingiz bo'ladigan bo'lsa, biz Toshkent shahri ichida uylardan chiqmagan holatda hamma mutaxassislarimiz uylarga olib borib reabilitatsiya muolajalarini o'tkazib beramiz. Agar sizlarga ham reabilitatsiya muolajalarimiz qiziq bo'lsa, quyidagi raqamga telefon qiling, o'zim sizlarga podrobniy tushuntirib beraman.